Yurttaşlar, lokasiya aniqroq aytadigan bo'lsam, bunda gastronom do'kon, sal yursak Media Park, bu tarafimizda Jaloliddin Bengiberdi haykali. Domimiz ishi domda. Yo'l ustida. Assalomu alaykum yurttaşlar, Urganch shahrida markazindamiz. Al-Xarazmiy ko'chada, aeroportskida. Gastronom do'koni yonida 4 qavatli toza qurilgan domimizni 3-qavatında 94 kvadratli 3 xona sotib olib qo'yildi. Birgalikda danışib o'tamiz yurtdoshlar. Giraversh qismimiz bo'ladi. Şimdi uzun koridor tushgan. Yan tarafimizda kuxnya, sanuzeli, giraversh qismimiz yurtdoshlar. 94 kvadrat. Pastda podvolam bor. И xususiy parkovочный местasi ham bor, mashina qo'yish uchun pastda. Hojatxonamiz. Sanuzellar отдельный. Ariston qo'yilgan. Barcha jihozlari bilan yurtdoshlar bir kirmashin, bir xodimlik ketadi ekan. Birimiz oshxona bo'ladi. Yurt turganlaringizga gaz plita, tishkalar, kuxnya mebellarimiz, kotyol, oynalarimiz reshotka, 3-qavat bo'lsam registrlarimiz bor. 100% aboydan chiqqan, oyoq temiz laminat. Tochkamiz zo'r yerda joylashgan yurtdoshlar, gastronom do'konining yonida. Prixожий mebellarimiz bor, oyoq temiz gilamlar döşelingan yanada. 2 spalni, bir zal tushgan yurtdoshlar. Bu yerimiz katta spalni bo'ladi. Bu yerdan yurt turganlaringizning mebellarimiz bor yana. Balkon bor, balkonni qo'shib berganlar. Hamma oyna reshotka yurtdoshlar. 2 metr, 6 metrlik balkon. Spalni qo'shib berganlar yana. Yurt turganlaringizning chiroyli aboydan chiqib turibdi. Eshiklarimiz sifatli, yaxshi eshikdan o'rnatilgan. Bu yerimiz spalni. Bu yerdan ko'rib turgan jihozlarimiz qoladi yurtdoshlar. Jaluzi pardalarimiz qistilgan, mebellarimiz bor. Spalnimiz ham qo'yilgan. Bu yerimiz vannaxonasi. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q yurtdoshlar. Ikkilamchi asosidan chiqadi. Kredit aytib olsangizlar bo'ladi. Bu yerimiz katta zal. Bu yerda meni ko'rib turganlaringizning uголокlar qo'yilgan. Shuningdek, chiroyli remontdan chiqqan yurtdoshlar. 94 kvadrat bahasini aytib o'taman. $60,000. Pastda podvolam bor. Собственный и parkovочный o'zlarini местasi bor xususiy. Naves qilib beklab qo'yibdilar. O'zlari kelib chiqadi o'tib. Bahasi $60,000 yurtdoshlar. Ikkilamchi qilib olsangizlar ham bo'ladi. Sog'lom bo'linglar, ishlaringizga omad.